Ikki eshik orasi, bir kiprik qoqgulik umri davomida tinch totuv yashashni-da eplay olmaydigan, nafsning so'ziga kirib, nafaqat o'zining, balki o'zgalarning hayotiga ham rahna solgan yillar o'z hukmini o'tkazishiga qaramay, sof iymonini, o'zligini saqlab qola olgan taqdirlar haqida so'zlovchi roman. Asar nafaqat o'zbek, balki qardosh xalqlarning ham qalbida chuqur joy egallagan adabiyotimiz xazinasidir. Muallif O'tkir Hoshimov qalamiga mansub bu asar voqealar hamda qahramonlarning juda tabiiy jonlantirilganligi, hodisalar rivoji bir chiziqda ketmay kitobxon his-tuyg'ularini junbushga keltira olishi bilan boshqa asarlardan farqlanadi. Asarning asosiy mazmuni 50 million insonning jonini olsa ham to'ymagan, o'zi tugasa ham yillar davomida qurbon talab qilavergan Ikkinchi jahon urushining insoniyat tarixida qoldirgan ayanchli natijalarini ko'rsatib bergan. Asar 1986-yilda nashr etilgan va shu yilning o'zida yilning eng yaxshi asarlaridan deb topilib, Hamza nomidagi Respublika davlat mukofotiga sazovor bo'lgan. Asar voqealari Toshkent yaqinidagi qishloq aholisining salkam 40 yillik hayoti haqida so'zlaydi. Urush arafasida boshlangan asar voqealari urush yillarida va urushdan keyingi davrda ham davom etadi va 1966-yildagi Toshkent zilzilasi hodisasi bilan yakunlanadi. Romanda hammasi bo'lib 149 personaj ishtirok etadi. E'tiborli jihati shundaki, mana shu 149 personajning birontasini asardan ajratib olinsa, roman mazmuniga putur yetgandek bo'ladi. Aynan shu jihatdan yozuvchi mahoratini ta'riflarkan, Shuhrat domla asardagi har bir harf mixlab tashlangan deb ta'kidlagan. Asar voqealari Muzaffar Shomurodov, Munawvar Aliyeva, Qora amma, Shomurod aka, Kimsan Husanov, Robiya, Ra'no, Umar Zakonchi va Olimjon Komilovlar tilidan aytiladi. Romanning sarlavhasidan tortib deyarli butun mazmunigacha yozuvchi jiddiy falsafiy ma'no yuklashga intilgan. Muallif ikki eshik orasi deganda inson umrini, ya'ni inson farzandining tug'ilgandan o'lgungacha bosib o'tgan yo'lni ko'zda tutadi. Muallifning g'oyaviy falsafasiga ko'ra, bu yo'l juda murakkab va ziddiyatli bo'lib, uni muvaffaqiyat bilan bosib o'tish uchun insondan katta matonat, iroda, bilim va jasorat talab qilinadi. Romanda butun jamiyat kishilarining urush davridagi fidokorligi, mardonavor irodasi ustalik bilan tasvirlangan. Asarning bosh qahramoni Muzaffar Shomurodov. Shomurod va Ra'noning farzandi. Ammo bu bolani Bashorat ismli ayol emizadi. Robiya esa oq yuvib, oq tarab voyaga yetkazadi. Muzaffar urushdan keyingi yillarda bir qancha qiyinchiliklarni boshdan kechirgan. 70-yillarga kelib farovon hayot tarziga erishgan yoshlar timsolida gavdalanadi. Uning sevgilisi sifatida jonlangan obraz Munawvar Aliyeva o'tmishdagi xatolar sababli Muzaffarning singlisi bo'lib chiqishi va o'z joniga qasd qilishi bosh qahramonimizning hayotini qayta o'nglanmas darajada ostin-ustun qilib yuboradi. Voqealar rivojida kimni aybdor sanashga kitobxon ikkilanib qoladi. Adibimiz O'tkir Hoshimov esa asardagi deyarli barcha fojialar ildizi deya Ikkinchi jahon urushini qoralaydi. Asosiy qahramonlardan biri sifatida gavdalantirilgan obrazlardan yana biri Robiya bo'lib, u asli samarqandlik, onasidan erta ajrab, muallim otasi bilan Toshkentga ko'chib keladi. Bu yerda ularni Qizil dehqon kolxozining raisi Orif Oqsoqol 1000 yillik o'rtog'i, qo'shnisi Husan Do'maning uyiga joylantiradi. Ularni ostonada kutib olgan qora xotinni Robiya keyinchalik oyim deb, uy egasi Husan Do'mani bobom, ularning yakka-yu yolg'iz farzandlari Kimsanni esa akam deb katta bo'ladi. U haqiqiy oilasini aynan shu xonadonda topadi. Ham qizlik, ham bulg'usi kelinlik uyida Robiya yillar davomida turli sud sinovlarga duch keladi. 12 yoshga to'lgan paytda otasi Samadov domla ta'lim sohasida millatchilik qilganlikda ayblanib qamalib ketadi va Robiya asarning so'ngigacha otasini boshqa ko'rmaydi. Balog'atga yetgach akasi Kimsanga bergan muhabbatini jahon urushining sovuq xabari bir umrlik sinovga itqitadi. Kimsan ayni basavlat, durkun yigit bo'lib, ulg'aygan vaqtida birinchi saflarga xizmat o'tish uchun frontga yo'l oladi.
Robiya yana bir yaqin insondan ayriladi. Urush yillarida ham, urush tugaganidan bir necha yil o'tib ham Kimsanni sadoqat bilan kutishda davom etadi. Ammo taqdirning gardishi bilan u o'zining tutingan tog'asiga turmushga chiqishga majbur bo'ladi. Muzaffarni o'z bolasidek ulg'aytiradi. Omon ismli yana bir polvonning onasi bo'ladi. Sevgilisi Kimsanga bergan muhabbatini esa yuragiga mangu ko'madi. Omonning beshik to'yini o'tkazgach, shu bola o'z nabiram bo'lardi, farzandimning farzandi bo'lardi deb yig'lab, ichida nadomat qilgan qora amma obrazida o'sha sovuq 2-jahon urushining har bir ota-ona qalbida qoldirgan tuzalmas yarasini ilg'aydi kitobxon. O'z o'g'liga atalgan qizi Robiyani ukasi Shomurodga to'y qilib uzatishi sahnasida bu ayolning naqadar bag'ri keng insonligi, urush tugaganiga 20 yildan oshib o'g'lidan darak kelmasa-da, o'sha mashhur motamsaro ona haykali oldida to'kkan ko'z yoshlari kitobxonni intiktirib yuboradi. Motamsaro ona haykali mana shu qora amma kabi o'zbek onalarining urush kasofatidan farzand dog'ida kuygan minglab ayollarning timsolidir. Romandagi Orif oqsoqol, Husan Do'makov, Komil Tabib kabi obrazlar ham voqealar rivojining asosini tashkil etgan. Ayniqsa Orif oqsoqol obrazi romanda ko'rk bag'ishlaydi. Uning insonparvarligi, odamlar orasida qozongan obro' e'tibori, eng og'ir damlarida qiyinchiliklarni yengib o'tishga kuch topishi bilan o'quvchi xotirasiga muhrlanadi. Bu donishmand, tajribali, hayotning achchiq chuchugini totib ko'rgan o'zbek qariyalariga o'xshab har bir ishda tashabbuskorlikni o'z qo'liga oladi. Har yerda yaxshi yomon bo'lganidek, asar voqealari tizginida ham salbiy obrazlar ishtirok etgan. Umar Zakunchi ana shunday tabiatan yomon inson sifatida jonlanadi asarda. Umar Xo'jayev kolxozga rais bo'lib saylanganidan boshlab el-yurt orasida Zakunchi degan nom oladi. Raislik paytida goh aql bilan, goh hissiyot bilan, boshqa o'rinlarda esa qamchi bilan turli yomon ishlar qiladi. Ko'plarning ko'nglidan qoladi. Urushda qon kechib yurgan insonning zavjasi bilan haromning ko'chasiga ham kirib chiqadi. Hatto Robiyaning nomusiga ko'z oylatiradi. Ammo oyning 15 qorong'u, 15 yorug' degan hikmat borki, kolxoz bunday zolimning zulmidan najot topadi. Tuman rahbari Abdurahmonov dalada kolxozchilar bilan majlis o'tkazar ekan, Umar Zakunchining zulmiga qarshi junbushga kelgan oddiy mehnatkashlarning talablari bilan uni raislik lavozimidan bo'shatadi. Shu o'rinda Umar Zakunchiga necha yillar sadoqat bilan xizmat qilgan Qorako'z ismli oti ham uni tashlab ketadi. Zakunchi hech vaqosiz, kimsasiz insonga aylanadi. Muallif yovuzlikning jazosini shunday tasvirlaydi. Urush qiyinchiliklariga chiday olmay yomon yo'lga kirgan Ra'no obrazi romanning front ortidagi jang maydonida yuz bergan voqealarni boshlab beradi. Ra'no tekstilda ishlaydi. Shu yerda o'z sevgisini topadi. Shomurodga sevilib turmushga chiqadi. Ammo yangi kelinchakni Shomurod yaqinida boshlangan urush vajidan yolg'iz qoldirib frontga yo'l oladi. Sevgilisiga bo'lgan sadoqatini saqlay olmay Ra'no xiyonat yo'liga kiradi. Umar Zakunchining yolg'onlariga ishonib, nafaqat el-yurt oldida, balki o'z vijdoni oldida ham uyatga qoladi. Urush tugagach uyga cho'loqlanib qaytib kelgan Shomurodga Ra'no o'g'il farzand hadya etadi. Ismini urushda qozonilgan g'alaba sharafiga Muzaffar deb qo'yishadi. Lekin Ra'no 3 oylik bolasini tashlab, Umar Zakunchi bilan birga Qo'qonga qochib ketadi. Afsuski, Ra'noning ishongan haqiqatlari yolg'on bo'lib chiqadi. Ra'noning eri va farzandiga qilgan xiyonati uni umrining oxirigacha jazolaydi. Yozuvchining g'oyaviy maqsadlarini ta'sirchan ifodalashga xizmat qilgan obrazlardan biri Kimsan obrazidir. U mard, jasur, belida belbog'i bor, o'zbek o'g'loni o'laroq tasvirlanadi. Frontda bir necha bor ajal bilan to'qnashgan qahramonimiz asirlikka tushib qoladi. Yozuvchi shu o'rinda 2-jahon urushining butun insoniyat tarixidagi chirkin yuzini mohirlik bilan chizgan. Kimsan asirlikka tushgan chog'idan boshlab fashistlar qo'lida tajriba quyonchasiga aylanadi. Nemislar Rossiyaning qahraton qishki ob-havosida odam necha daqiqa davomida suvda muzlamay tura olishini, agarda nemis askarlari muzlab qolsa qancha vaqtgacha ularni saqlab qolish mumkinligini o'rganishadi. Tirik insonlar ustida professor doktor tajriba o'tkazadi. Shu onda ham Kimsan jasorat ko'rsatadi. So'nggi nafasida ham bir dona bo'lsa ham nemis professorini o'zi bilan birga suvga tortib ketadi.
Kimsan obrazida muallif o'zbek o'g'lonlarining urushda ko'rsatgan jasoratlarini shunday ta'riflaydi. Roman nashr etilgach qo'lma-qo'l bo'lib ketdi. Chin ma'noda Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlari Oybekning Navoiy romanlaridek mashhurlikka erishdi. O'tkir Hoshimov zamonning ham, insonlarning ham o'zgarishiga qaramay, o'z salmog'ini yo'qotmaydigan shoh asar yaratdi. Romanda o'z davrining muhim muammolari yoritildi. Muallif falsafasiga ko'ra, o'z umrini sharaf bilan bosib o'tmog'i uchun insondan katta matonat va jasorat talab qilinishi Oqsoqol, Qora amma, Robiya, Shomrod, Kimsan kabi obrazlar timsolida ochib berildi. Ularning qaddini tik ushlab turgan kuch g'alabaga ishonch edi. Ikki eshik orasi romani muallifning o'zi aytganidek shunday asar bo'ldiki, uni o'qigan kitobxon hamma narsani unutadi. Asar qahramonlari hayoti bilan yashaydi. Kitobni o'qib bo'lgan kuni kechasi bilan uxlamay to'lg'onib chiqadi. Oradan yillar o'tib asarni qo'liga qayta olganida tag'in hayajonlanib yangi ma'nolar topadi. Aziz kitobxon, aziz kanalimiz obunachisi, tomoshabinlari. Ushbu kitobni aslini olib, o'zini o'qishingizni tavsiya etamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni, ushbu ilmni boshqalarga tavsiya etishingizni iltimos qilamiz. Yana qanday kitoblarning mazmunlarini chiqarishimizni xohlasangiz, izohlarda yozib qoldiring.